Tinglang sizga so'ylayin roviylar rivoyatin. Fikr etib, so'ngra uni anglarsiz kifoyatin. Bir muallim yashabdi, qay zamondir noma'lum, hasbi holini bilmam, bir kasbi kori ma'lum. Saboq berdi, dars berdi donishmand u dahoga, umri bitib nihoyat ketdi dorul baqoga. Tumonat xalq shogirdlar borar qabriston tomon. So'nggi yo'lga kuzatdi muallimni olomon. Yo'l yurdi u xo'p, uzoq ko'rinmasdi zohiri, sirot ko'prigi sari keldi ustoz oxiri. Bilardi u shu yerda azmu ajr naqligin, gunohkorning ko'prikdan yiqilmog'i naqligin. Balki domla fanoda g'ofilroq banda bo'lgan, ehtimol dars chog'lari namozi kanda bo'lgan, orttirib berolmagan zakot fidya munosib, yashab o'tdi bir umr haju umra benasib. Kimnidir koyigandir ilmu urfon bobida, qancha gunoh borligin bilmasdi hisobida. Qiyomatda so'roqda bilmam qandoq so'z olar, maktab ilmi deb ba'zan qazo bo'lgan ro'zalar. Og'ir o'yga cho'mdi u, botdi g'amning roshiga. Nahotki yetolmasa qil ko'prikning boshiga. Oldinda esa o'sha ikki dunyo aro roh, qilichdan ham o'tkirroq, qildan ham ingichkaroq. Vahm solardi g'oyat, tubsiz jarlik haybati, yetib keldi nihoyat muallimning navbati. Ko'zlarini yumdi ustoz, fosiq xayol surmay deb, qil ko'prik ostidagi jahannamni ko'rmay deb. To'zg'igan xayollarin yig'di bemajol xasta, qo'rquvdan chekib ozor, ko'zlarin ochdi asta. Bilmadi qancha vaqtin xayollarga yo'rg'abdi, ne ko'z bilan ko'rsaki sirot yo'li tugabdi. Jannatning ostonasi ko'ringani haqiqat, qil ko'prikda yo'l yurdi rosa 45 daqiqa. Nahot yetdim behishtiga, taqdirim qutlug' ekan, demak foniy dunyoda gunohlarim yo'q ekan. Shu chog' arshi a'lodan kimdir bir vahiy dedi: ey muallim, aslida gunohlaring ko'p edi. Qil ko'prikdan o'tmoqqa senga toli yor ekan, ta'limingni olgan ko'p shogirdlaring bor ekan. Sirot ko'prigi uzra birga o'tishdi ular, har bir gunohing uchun yelka tutishdi ular. Hayratda qotdi ustoz, tolihi kulganiga, Allohga ming hamd aytdi muallim bo'lganiga. Qissadan hissa shulki, haq karami keng ekan, muallimning har darsi ibodatga teng ekan.